har bir qultumda tropik lazzat, tabiiy vitamin va toza energiya. Bu esa Magu suvlarida. Magu suvlari Tailandda ishlab chiqarilgan va Koreya, Yaponiya, Fransiya, London, Rossiya va yana ko'plab davlatlarda xalqning eng sevimli suvlaridan biriga aylanib ulgurgan. Shuningdek, hozirgi kunda O'zbekistonga Toshkent shahrida joylashgan Asmo kompaniyasi rahbarlari o'zligi borib, tatib ko'rib, 20 xildan ortiq ta'mligini olib kirishmoqda. Bu suvni 25-30% tarkibi mevalardan tashkil topgan bo'lib, o'zgacha ta'm beradi va kaloriyasi juda ham kam. Barcha yoshdagi insonlarga birdek xush keladi. Tarkibida konservantlar mavjud emas, tabiiy va eng muhimi 100% halol. Do'konlar va o'zingiz uchun buyurtma qilmoqchi bo'lsangiz, Magu profilida telefon raqamlari bor yoki shahar do'konlaridan topishingiz mumkin. Endilikda Magu suvlari mening eng sevimli ichimligimga aylandi. Siz